Assalomu alaykum ko'hitang bolalari. Sog' salomatmisiz? O'qishlar yaxshimi? Charchamayapsiz? Mana bugun biz karam farsh qilmoqchimiz. Karam farshni hammamiz bilamiz. Buni ko'rsatishga ham hojat yo'q, lekin biz farqli o'laroq bu karam farshiga repka qo'shdik. Repkani o'zbekchasiga aytmayman, agar aytsam bolalarim yemay qo'yadi. Shuning uchun ovqatga solsam yemaydi uchun men repkani mana farshga qirib solvardim. Hech qanday taxmi bilinmay ketadi. Mana hozir o'tkazayotgan, mana shu farshni o'tkazib, menga yordam berayotgan ko'htang bolasi, lekin repkani yaxshi ko'radi. U yeydi baribir. Mana uning yordamida, Muslimaning yordamida boshladik. Farshga repka qo'shilgan, piyoz qo'shilgan, hamma ziravorlarni endi qo'shamiz. Qo'shib aralashtiramiz. Hammasini qo'shib yuboring. Tarelkasi bilan hammasini qo'shib yuboring. Ko'kat, chesnok, kashnish tuyilgan, qora murch tuyilgan, mana shularni qo'shib aralashtiryapti. Gulijonim tez bo'ringlar. Dars 1da emas ekan, 12da ekan, kechikdingiz, tez boring. Onangiz telefon qildi, yuguring. Ovqatdan yedinglar a? Tezroq boringlar. Yaxshi borib kelinglar. Mana Yulduz yana nima deyapti deydi. Nima deyapti ekan Yulduzmonova? Aralashtiramiz yaxshilab. Chesnok aralashib ketsin, piyoz ichida ozgina karam, sholg'om, hammasi yaxshi ta'xim beradi deymizda. Shuning uchun bu taomni siz ham qilib ko'ring. Repka обязательно aralashtiring. Repkaning foydasi juda ham ko'p. Chunki u kartoshkani yaxshi ko'radi bolalar, repkani yomon ko'radi. Mana shunday qilib ham yedirishingiz mumkin. O'zingiz uchun ham foydali menimcha. Qaysi yil, o'tgan yilmi, oldingi yil repka hammaga foydali, grijalarga foydali deb qoldik. Bilmadim, bu yil tinch repka, bozor to'la repka. Shunday qilib endi mana bu karamlarning pastini kesib olganmiz. Yaxshi joyini qoldirganmiz, past qattiq qismini kesib olganmiz. Endi Muslima joylashtiradi mana shuni. Yoniga qo'yib joylashtiring Muslimajon. Hammasini solib chiqing. Tubiga qo'ying. Tubiga yaqinlashtiring. Karamga yaqinlashtiring. Boshladik. Hammasiga qo'yib chiqing. Keyin zubachiska bilan qadab chiqamiz o'zimiz. Soling. Karamlarga soling, o'rganasiz. Bir qoshiq to'la soling, keyin qo'shimcha solasiz. Karamlarni qaynoq suvda yumshattirdik. Tagini kesib tashladik, bizga kerak emas tagi. Ishlatsak, tuzlamaga ishlatishimiz mumkin, bo'lmasa tovuqlarimiz yeydi. Yumshoq joyini bir qaynoq suv solib olganmiz. Bu bemalol egiladi, zubaychiska bilan mustahkamlanib qozonga solinadi. Qozonda podlivkasi kartoshka bilan qaynab turibdi, sekin mildirab qaynab turibdi, shaqillatmaymiz. Keyin bularni ochilmaydigan holatda kartoshka ustidan teramiz. Buning sho'rbasini juda ko'p qilmaymiz, kamroq qilamiz, chunki bu galipsi. Hamma narsani eplab bolalarga yaxshilarini bering. Bolalar eng yaxshi narsalarni yeyish kerak, eng svej narsalarni bolalar yeyish kerak. Bugungi ovqatni iloji bo'lsa ertaga qoldirmaylik. Toksinlar chiqar ekan. Onam aytardilar, onam rahmatli aytardilar. Ovqating qolmasin bugunga. Qo'shningga ber, qolsa. Iloji bo'lsa o'zlaring yetadigan qilib ber. To'ymasanglar non choy ichasizlar, shirinlik yeysizlar. Qolgan ovqat yomon deb qadimdan bilgan bo'lsalar kerakki, mana shuni aytardilar. Soldingizmi? Mana shunga o'zi joylashtirib qo'ydi. Muslima demak bir patnis bittadan yetsa ham mayli, ikkitadan yetsa ham mayli, zato yangi ovqat. Azizlarim, sog' salomat bo'lingizlar. Muslimaxon, sizga rahmat. Rahmat sizga. Tilaklaringizni ayting tomoshabinlarga. Mening tilagim bilgan tilagingizni ayting, xohlagan tilagingizni ayting. Men o'qishga kiraverayapman, har doim o'qishga kiraversam, Ota-onangiz sog' salomat yursin.
sizlar baxtlaringizni ko'raversin. Hamma ota-onalar sog' salomat bo'lsinlar, bolalarga yaxshi qarasinlar. Rahmat azizlarim e'tibor uchun. Sog' salomat bo'lingizlar.